Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qanaqasizlar? Вообще ko'p oy bo'lib ketdi. Bunaqa katta, bunaqa gorizontalniy video olmayotganimga. To'g'risini aytsam, boshida Turkiyada pulni shunaqa olib yuraman, qo'yaman deb niyat qilgandim, ko'rsataman deb. Keyin o'qish, ish bilan bo'lib, juda ham ko'p depressiyalarga tushdim, juda ham ko'p har xil situatsiyalar bo'ldi, har xil narsalar bo'ldi. Shundan keyin даже Turkiyani o'zida ham ko'p qo'ymadim. Keyin avgust oxirida uchib ketdim Toshkentga. Mana hozir O'zbekistondan, Toshkentdan sizlarga video yozyapman. Lekin bilmayman bu videoni qo'yamanmi, yo'qmi, вообще oxirgacha gaplasha olamanmi? Chunki ichim juda ham to'la. No hammasini hozir jamlab sizlarga aytib berishga meni irodam yetadimi yoki bo'lmasam sabrim yetadimi bilmayman. O'sha qanaqadir situatsiyalar, momentlar bo'lganda, o'sha paytda srazu video qilib olib qo'ygim kelardi. Lekin bilasizlar, andisha, uyalish, mana shu narsa menda juda ham kuchli. Shu sababli o'zim ichimda o'zim nima qilmadim, videolarga olmadim. To'g'ri, bor Telegramlarda bor-ku, gruppalarimiz, kanallarimiz hammada menimcha bo'lsa ham kerak hozir. O'shanaqalarga jo'natganlarim bor, keyin o'zimga o'zim yozganlarim yoki eng yaqin insonimga yoki eng yaqin insonlarimga jo'natganim yoki umuman hech nima demaganim, ichimda projivать qilganlarim ham bor. No, unaqa videoda tayyor emas edim. Hozir ham tayyor emasman, lekin harakat qilaman, chunki bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, meni Instagramimni vesti qilishni boshladim. Bir oycha men bu yerga kelganimdan keyin boshida eyforiyada yuradi odam. Chunki hammani sog'inadi, sog'inch azobi, endi vatan, mana shunaqa narsalar bor. Kelasiz, har xil narsalarni yeb ko'rgis keladi. Srazu uni boshqa davlatda yashayotganlar biladi faqat bu narsani. Yeb, hammaga to'yib, mana shunaqalar qilgis keladi-da inson. Shunaqalar o'tib bo'lgandan keyin bu maksimum 1 oy, maksimum даже 1 oy ham emas. Menimcha shu 15 kun, maksimum 2 haftalarda o'tib ketadi. Keyin уже sekin bu yo'lga moslashishni boshlaysizlar. Moslashishda deganda men oldin o'ylardim, что Turkiyaga moslashishim menga qiyin bo'ldi, lekin men har doim Turkiyaga intilgan insonman. Men o'shda yashagim kelardi. Вообще boshqa davlatda, O'zbekistonda emas, boshqa davlatda yashagim kelardi. Keyin yo'lga borganimda qiyinchiliklarni ko'rib, bundan oldingi videolarimda ham aytganman, dam olgani borgan inson boshqa taassurotlar bilan qaytib keladi. Ishlashga, o'qishga borganlar boshqa tuyg'ular bilan qaytib keladi. Даже qaytib kelmaganlari ham o'sha tuyg'ularni yashaydi hali-haligacha. Bu yolg'izlik, bu qiyinchilik boshida особенно dokumentlar bilan, yugurchiliklar bilan, chunki O'zbekistonda unaqa narsalarni ko'rmaydi, bir xil qizlar, bolalar ham даже ko'rmaydi. Masalan, men lechni unaqa dokumentlar bilan unchalik yugurmagandim, faqat Turkiyada bildim shunchalik yugurishlar borligini. Hatto men o'zimni 19 yoshimdan beri ishlayman, даже 19 emas, 16 yoshimdan beri ishlayman, shunchalik kuchliman, hamma narsaga qurbim yetadi deb hisoblardim. O'tga borganimdan keyin yana bitta katta menga sinov bo'lgan. Endi yarim yilni o'tib ko'nikishni boshlaganimda, yarim yil ham уже 8-oy, 9-oy ketayotganda, men u yo'ni уже sekin qabul qilayotgan paytimda uydagilar bu yerga kelishimni xohlashdi. Nimaga? Chunki men u yerda mayda ishdan ketgan edim. Men onlayn ishlardim. Toshkent uchun, O'zbekiston uchun ishimdan bo'shamasdan ketgan edim Turkiyaga. O'sha ishim meni boqardi. Uydagilardan pul olmasdim o'sha paytda. Umuman pul olmasdim. O'qishimga ham ishxonam to'lab ketgan edim. Keyin mayda onlayn ravishda ishdan ketdim. O'shaning uchun ozgina qiynalib qoldim. Bu qiynalganim menimcha faqat o'zim yaqinlarim
eng yaqin insonlarim bilishdi. Bu yaxshiyamki Xudoga beadad shukr qilaman shunaqa menga xolalar tug'ib berganlari uchun. Onamni xolamnikida yashaganim uchun imkonim bor edi. Pul to'lamasdan o'sha yerda yashashga. Agar ishga kirishim kerak bo'lgan mahal bo'lib qolsa, o'sha paytda men как раз graduation, то есть mezuniyat to'rini deydi bu yoqda. Turkiyada bitiruv mana shapka otiladigan nimasi? Tadbiri. O'shanga tayinlanib, keyin tez deydi bular, dissertatsiya yozib, mana shunaqalar bilan yurgan paytimda keyin plus ishlab o'zimga uy topib, mana shunaqa qilib yurishim kerak bo'lgan bo'lar edi. No, xolam bo'lganlari uchun meni katta vыручать qilganlar o'sha payt. Oxirgi 2 oylar umuman pul to'lamaganman, uylariga, hech nimaga va meni podдержка qildilar. Undan tashqari ota-onam, yaqinlarim, menga juda ham yaqin bo'lgan insonlar meni materialni 2 oy podдержка qilishdi. Endi keyin Toshkentga qaytib keldim. Hamma o'ylaganda shu Toshkentga kelishim bilan men srazu zo'r ishlarga kirib, katta jaraq yana oldindagi pulni topib, yaxshi oylik olganman oldin. O'shaning uchun o'rganib qolishgan uydagilarim ham nabrot men berardim yoki sinlarimda ham anaqa uyda nimadirlar bo'lib qolsa ham men so'rab o'tirmasdim-da odamdan, srazu o'zim to'lab, o'zim olib, mana shunaqa yuradigan qiz edim. Uyga borganimda shunaqa deb o'ylashdi, yana ishga srazu kirib ketadi, yana u shu yoqda o'qib keldi, yo'q. Kelganimdan keyin juda ham odamlar o'zgargan. Oldin ham shunaqa bo'lganman, sezmaganman bu narsani. Aytganimdek, 2 haftalardan keyin уже men juda tozalikka, to есть atrofim toza bo'lishini xohlayman, lekin unaqa bir xil turvolada yo'q, toza bo'lsin, tozalik jinsi unaqa emas, atrofim toza bo'lsin xohlayman-da. O'shanga berilganligim uchun ozgina, ko'p emas, hamma joy yig'ishtirishni boshladim, hamma uylarni, hamma joylarni shunaqa. Keyin ish qidirishga o'tdim 3-haftasiga menimcha. O'shanda bildim, Turkiyada turib siz har xil videolar, reelslar, rasmlar qo'yasiz yo gapirasiz, nimadirlar qilasiz-ku. O'sha paytda O'zbekistondan turib, "Voy, qachon kelasan? Seni ishga olamiz, unaqa qilamiz, bunaqa qilamiz." Voy, unaqa sizga reaksiyalar qoldirgan insonlar yo'q bo'lib qoladi. Ishoning, yo'q bo'lib qoladi. Men bu narsani o'rtog'imga ham aytganimda, yo'q, ishonmagandi. Kelganidan keyin bildi, даже o'zini yaqin o'rtoqlari kezi kelgan paytda prosta siz o'sha joyda bo'lib yashayotganingiz uchun sizga havas qiladi, sizdagi xohlaydi. Sizdagi bo'lmayotganligi evaziga ular sizni ham men faqat o'zi ichida bu narsani o'ylamasligi mumkin, lekin bu neosознанно odamga keladi-da. Bizda shunaqa narsa bor insonlarda. Nimaga u o'tda yuribdi maza qilib, bu yoqqa kelsin, bu yoqda u ham qiynalsin degandek. Men endi qo'polroq qilib aytdim. Unaqa niyatda bo'lmaganlari ham bor, lekin в основном odam zoti shunaqa. Hamma emas, sразу aytib qo'yaman. В основном odam zoti shunaqa, что siz zo'r bo'lib, siz harakat qilayotganingizni ko'rgan odam bu yoqqa u zo'r bo'lib ketayotganini ko'rganida, nabarot chin dildan sizni podдержка qiladiganlar sanoqli bo'ladi-da. Bu ota-onangiz bo'lishi mumkin, maksimum o'sha qarindosh, yaqin qarindoshlaringiz, bu ham singil opa, aka, uka, ular ham hamma oilada har xil. To'g'risi, hamma oilada har xil. Ko'proq bizda hasad ko'zi bilan qarashadi. Bu narsani lekin hech kim tan olmaydi. Даже yaqinlarimizni ko'zida ham "Yo'q, unaqa emasmi deyapsan" deydi, lekin buni yashab o'tganlar ich-ichidan sezadi.
yo'q bo'lib qolishdimi o'zingiz harakat qilishingizga to'g'ri keladi. O'shaning uchun o'zing uchun o'l yetim degan maqol bor.